Nima bu? Oranjiy sifat. Bunaqa bo'lmaydi, antifriz. Jingali yaxshilab. Jingali ham yaqinda mashina tagidan tirik chiqib keldi. Nasibasi kesilmagan ekan. Katta mashina tagida qolib ketib qoldi, boru. Xo'p, ertalabdan 3 ta patrulni qabul qilib qo'yamiz. Birinchi patrulligimiz mana, radiatorlar yorilib ketgan. Mana shu kabi holatdagi duch kelmaslik uchun men sizlarga har doim aytaman, yaxshi brendni, sifatli va garantiyali mahsulotlarni qo'yiladi. Luzar brendi, Carol Racing antifriz bilan garantiya asosida radiatorlarni qo'yib beramiz. Bonusiga patrulni chiroyli qilib mo'lga qilib beramiz. Shunisi lekin yomon seriozlik bor-ku. Bilmayman, benzinda muammo bo'lganmi, bak teshilib qolibdi. Bunaqa bo'lish kerak emas. Ichida bir suv, puv chirib ketgan bor-ku. Hozirda xolasini yechamiz. Ikkinchi patrulligimiz bak teshilishiga asosan nima sabab bo'ladi? Mana buni ko'targanmiz. Mana bak holatini ko'rdinglar. Polni bak ekanlarda o'sha sizib chiqib, hidi sasib ketgan, mana shu yur bo'lmagan darajada. Men ungacha xudo xolasa 3 ta mashinani chiroyli qilib, ishlarni bitirib, mo'lga qilib qo'yaman. Avtomasтерizga murojaat qilasizlar. Garantiyali zapchastlik kerak bo'lsa, faqat bizda. Давай, jingali.